Chet elda ishlayotgan yoki ishlashni rejalashtirayotganlar, to'xtang. 3 daqiqa vaqtingizni ayamang. Bu video siz uchun juda muhim. Chunki bugun biz sizga ketish oldi xarajatlaringizni qanday qoplanishi haqida aniq va ishonchli yo'riqnomani qadam-ba-qadam ko'rsatamiz. Endilikda migratsiya agentligi xorijda ishlayotganlarning ishchi viza xarajatlarini bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha, yo'l chiptasi xarajatlarini 2 baravarigacha, xorijiy til yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish bilan bog'liq xarajatlarni 3 baravarigacha miqdorda qoplab beradi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Video oxirida siz bu yo'ldagi barcha noaniqliklarga aniqlik kiritasiz. Shunday ekan, oxirigacha biz bilan qoling. Yo'lingiz ravshan bo'lishi uchun birinchi qadamni bilgan holda tashlang. Ketdik. Dastlab xorijda ish platformasiga OneID tizimi orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Xizmatlar bo'limiga o'ting va xorijga tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolar uchun kompensatsiya xizmatini tanlang. Ariza topshirish tugmasini bosing. Arizani to'ldirishda quyidagilarni kiriting: mahalla nomi, ko'cha va uy raqami. Yuboruvchi tashkilot, ya'ni migratsiya agentligi yoki litsenziyali xususiy bandlik agentligi. Yuborilayotgan davlat va shahar. Kompensatsiya turiga qarab kerakli hujjatlarni yuklang. Chet tili yoki kasbiy malaka imtihonlari xarajatlarini qoplash uchun imtihonni topshirganingizga oid sertifikat nusxasi, to'lovni tasdiqlovchi chek, ya'ni kvitansiya. Yo'l chiptasi xarajatlari uchun yo'l chiptasi nusxasi, to'lovni tasdiqlovchi hujjat. Ishchi viza xarajatlari uchun viza nusxasi, to'lovni tasdiqlovchi hujjat. Quyidagi bank rekvizitlarini kiriting. To'lov qaytariladigan plastik karta egasining to'liq ismi-sharifi, plastik karta raqami, tranzit hisob raqami, plastik kartochka ochilgan bankning identifikatsiya raqami, ya'ni STIR, plastik kartangiz ochilgan bank kodi, ya'ni MFO va albatta xorijiy ish beruvchi bilan tuzilgan hamda tasdiqlangan mehnat shartnomasi nusxasi yuklanishi shart. Barcha ma'lumotlarni to'ldirganingizdan so'ng tasdiqlash belgilarini kiriting va yuborish tugmasini bosing. Ha aytgancha, siz qaysi xarajatlaringizni qoplashni istasangiz, faqat o'sha oynalarnigina to'ldirsangiz ham bo'ladi. Masalan, til va malaka sertifikatingiz bo'lmagan taqdirda ham viza yoki yo'l chiptasi to'lovlarini o'zini qoplashingiz ham mumkin. E'tibor qiling, xarajatlar faqat xorijda ish platformasidan ro'yxatdan o'tib, tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketgan fuqarolarga qoplab beriladi. Hoziroq arizangizni topshiring va sarflagan xarajatlaringizni qoplang.